Usta aka, endi moy oqmaydimi? Umuman oqmaydi, men javob. Rahmat. Xayr. Levachami? Levacha suv bo'lgan jo'qki. Quloq bo'lk. Juma aka, men uni usta bo'lsa berasan, umuman mashina kelgan yo'q deng. Böyle saatlayman. Yangam guli o'q bilan qiymat o'tirib menga qizil pul berdi. Men jo'ra kesin bo'lga aytaman, hammasini aytib beraman, gazlaydi keyin. Jo'ra kelingmi? Ha, keling, tinchlikmi? Ertalab bitta ayol keldi. Ha. Taydan nimadir o'qiyotgan ekan. Shu kitlar yaba ko'p kirib nimadir qildi tayiga. Sen nima qilding? Illat o'berdi. Inonmang ur. Berga ishni barakasini qo'chirib. Inonmang ur. Sen nima qilding? Ayirmagan qizlar do'kon nimadirlar qilib o'tirsan. Sizlar aka hech narsa qilganimiz emas. Ertalab bitta qizcha keldi. Shu mashinani tayini yo'q qo'yapti ekan, shuni tuvlab berdi. Mashinada yo'q qaytgan ekanman. Ha. Jo'ra, men ayolni deganman-ku. Inonmang ur. Usta aka, mashina zavat bo'lmayapti. Nimaga zavat bo'lmayapti? Yur qani. Ertalab bega ayol yana kelibdi, nima? Shuna dekonga haydang, biz orqasida itanamiz. Ke qani? Ikki shu arkasida itarib o'tdi, ha? Jo'ra kattaga qarabdi. Aka o'zingizda telefon olsam arzonroq qilib bera olasizmi? Albatta arzon qilib beramiz akajon. McLaren do'konimiz 7-8 yildan beri ish faoliyatini yurg'izadi. Samarqandda 3 ta filialimiz bor. Undan tashqari kafolat sifatida garantiyalarimiz bor. Naqdga ham, muddat to'lovga ham 30% boshlanish to'lov qilib, bemalol xarid qilib ketishlari mumkin. Alo, Jo'ra? Ha, Juma? Ertalab kelgan ayolcha yana keldi. Nima keladi? Shogirdlar nima qilyapti? Ikkita shogird bo'ldi, dekonolog itarib o'tdi. Qanim bitirmoqchilar, qani? Alo, dekonologa. Qaysi itardi? Ikkovi ham itarib o'tdi. Inanning buni. Men senga itaratgan joyman. Suv, nimani aytyapsiz? Biz ham mashinani itardik. Mashina itarlandimi? Ha. Inanning bu Juma. Jo'ra, men ayolni deganman-ku.